자, 여러분 안녕하세요. 25번째 동영상 수업을 만들어 보도록 하겠습니다. Assalomu alaykum. 25-chi darsni ko'rib ketamiz. Yangi mavzu ko'ramiz. Joy va yo'nalishni bildiradigan otlarni bugun o'rganib ketamiz. Ya'ni mana bu grammatikalar. Bu grammatikalar tarjimasini aytib ketsam, ab degani oldi, te degani orqa, yop degani yon. Bular ya'ni joyda yo'nalishini ko'rsatib beradi bizga gapimizda, jumlamizda. Bundan oldin albatta ot kelishi kerak. Ot, ya'ni joylashuv kelishi kerak. Bino, qaysidir joy, qaysidir nom kelishi kerak bundan oldin. Misollarda ko'radigan bo'lsak tushunarliroq bo'ladi sal. Birinchi misolda aytyaptiki, uchagugi oddiya isoyo. Ya'ni uchaguk qayerda joylashgan deyapti. Ining ape isoyo. Iningda oldida ap degani, oldida deb ketdiga. Oldi qo'shilgan hisobiga da. Oldida joylashgan. Oldida deyapti. Mana uchagukda oldida demak, orqasida ining bor ekan. Iningda oldi demak uchaguk bo'ladi. Mana shu holatni tushuntiryapti. Endi keyingi misollarga ko'radigan bo'lsak, yakugi odi isoyo. Dorixona qayerda deyapti. Dorixona qayerda bor? Yakugin 병원 뒤에 있어요. Dorixona kasalxonani orqasida bor deyapti. Kasalxonani orqasida. Ya'ni mana bu kasalxona deb o'ylaydigan bo'lsak, buni orqasida yakuk bor ekan. Keyingi misolni ko'radigan bo'lsak, Stipeni odi isoyo. Stipen qayerda? Stipenın Akira yope isoyo. Stipen Akirani yonida deyapti. Ya'ni bitta Akira turibdi, bitta Akira inson deylik. Uni yonida yana bitta inson. Mana shu tushuntiryapti. Bu insonni oldida mana bu inson turibdi deb. Yonsib beryapti bizga. Yonsibni ko'radigan bo'lsak, Kerimil Pogo, Pogi va Kaji iyagiga ya'ni Pogi pastki qismida bergan mana bu yoqda. Pogida nima deyapti? Bekvajomi odi isoyo. Bekvajom qayerda joylashgan? Ya'ni univermak qayerda joylashgan deb savol beryapti. Endi bunga ikkita javob ketyapti. Ikkita javob shakli beryapti. Bekvajomin 병원 yope isoyo. Mana. To'liq qilib tushuntiryapti. Bekvajom univermak 병원 kasalxonani yonida joylashgan deyapti. Endi javob ikkinchi shaklini ko'radigan bo'lsak, ikkinchi javob qayerda bo'lyapti? Qanaqa bo'lyapti? 병원 yope isoyo. Shunchaki 병원ni oldida deb javob qaytaryapti. Rasmda ko'radigan bo'lsak, mana Bekvajon mana bu 병원 biz tushuntirib turgan bino. Ya'ni shu orqali 병원 orqali Bekvajonni tushuntiryapmiz yo'nalishini. Bekvajon은 병원 옆에 있어요 deyapti. Bekvajon 병원da yonida. Mana shu shaklda qaysidir bir inson sizdan manzil so'rasa yoki qaysidir binoni so'raganda, mana shu holatda qaysidir binoni oldida, qaysidir binoni orqasida deb tushuntirib manzilda tushuntirsangiz bo'ladi. Yoki manzilda o'zingiz o'sha gapirgan insondan tushunib olsangiz bo'ladi. Endi bu yoqda bizga vazifalar beryapti. Ining.
ucheguuk, yakguuk, kikjang, pongwon, akirashi chip. Bular tarjimasini bilamiz. Yodlaganmiz bularni. Yangi so'zlar yo'q. Bular sizlarga vazifa. Bularda sizlar o'zlaring mashq qilib ko'rishlaring kerak. Speaking qilib ko'rasizlar. Xuddi Pogiga o'xshatib. Pogi bergan. Ya'ni Pekvajomni o'rniga inangni olib qo'yasizlar. Gap tuzasizlarda. Undan keyin rasmga qarab, rasmdan kelib chiqib, mana bu joylash yo'nalish otlarini qo'yib tushuntirib bersalaring bo'ladi. Bular sizlarga vazifa. Endi maragi qilib ko'ramiz, kachi. Har doimgidek oldin eshitib ko'ramiz, keyin analizini ko'rib ketamiz. 잘 들어봐요. 스티븐 씨, 어디에 가요? 공항에 가요. 친구가 한국에 와요. 줄리안 씨는 어디에 가요? 우체국에 가요. 우체국이 어디에 있어요? 한국은행 알아요? 한국은행 앞에 있어요. 자, 여러분 잘 들었어요? eshitgan bo'lsalaring, bu ikkita inson tomonidan yaratilgan suhbat ekan. Ko'rib ketamiz buni analizini. Julian va Stipen. Dialog boshlanyapti. Stipen shi oddiy kayo. Stipen qayerga ketyapsiz? Stipen javob beryapti. Kongang. Mana bu fiq o'qilmaydi, deyarli o'qilmaydi talaffuzda. Kongang kayo. Ya'ni Kongang degan aeroport degani. Aeroportga ketyapman. 친구가 한국에 와요. Do'stim Koreyaga kelyapti deb javob beryapti. Julian shining oddiy kayo. Julianga yana savol beryapti. Julianga qayerga ketayotganligini so'rayapti. Julian shi oddiy kayo. Qayerga ketyapsiz? 우체국에 가요. pochtaga ketyapman. 우체국이 어디에 있어요? 우체국 qayerda joylashgan? 한국은행 알아요? Koreya bankini bilasizmi? 한국은행 앞에 있어요. Koreya bankini yonida, oldida joylashgan deyapti. Ap degani oldi degani, oldida joylashgan. Ap bilan yopni almashtirib qo'ymaymiz. Ap oldi, yop degani yon. Analizni ko'rib ketdik. Buni o'zlaring speaking qilib ko'rsalaring bo'ladi. Biz birinchi qismini ko'rib ketdik. Endi sizlarga vazifa mana 2, 3, 4 sizlarga vazifa. Endi yonsib 2ni ko'radigan bo'lsak, 친구와 이야기해보세요. do'stingiz bilan gaplashib ko'ring. Birinchi gapda aytyaptiki, uni oddiy kayo. Bugun qayerga borasiz? Endi buni do'stingiz bilan qilib ko'rishingiz kerak. Do'stingiz bilan gaplashib, qayerga boradi, nima qiladi, mana bu joyga do'stingiz, birinchi, ikkinchi, uchinchi do'stingizni yozib chiqishingiz kerak. Javoblarini. Ikkinchi savolda. Keyingi savolda, misol uchun, Yakuga oddiy 있어요. Yakub qo'yishingiz mumkin. Yakubga oddiy 있어요. Endi birinchi do'stingiz javob beradi, ikkinchi do'stingiz javob beradi, uchinchi do'stingiz javob beradi. Javoblarni mana bu joyga qo'yishingiz kerak bo'ladi.
Eee, Uchinchisida, misol uchun, Akirashi 집은 어디에 있어요? Akirashini uyi qayerda joylashgan, qayerda? Endi xuddi shu holatga birinchi do'stingiz, ikkinchi, uchinchi do'stingizni javobini yozasiz. Tip apti yo'q. 뭐가 있어요? Uy oldi, orqa, yonida nima joylashgan, nima bor deyapti. Endi bu do'stingizni javoblarini ko'rasiz. Yo'q yozib. Bu qismlarini to'ldirish uchun biz ikkinchi kitobdan ko'rib ketyapmiz. Bu qilib ko'rsalaring foydali bo'ladi, lekin majbur emas lekin. Chunki narigi ikkinchi kitobimizda biz mana shu qismlarini, mana shu ba'zi bir qismlarini to'ldirib ketyapmiz. Shuning uchun ikkita kitobdan ko'ryapmiz. Endi mana bu qismini tarjima qilib ketaman, ko'rib ketamiz. 서울에서 줄리앙. Yani Julian Seuldagi Julian ekan. Yozyapti, xat yozyapti. Kimga yozyapti? Omoni abojiga yozyapti. Omoni degani ona, aboji degani ota. Ya'ni ota-onasiga xat yozyapti ekan. 안녕하세요. 줄리앙이에요. Assalomu alaykum, Julianman deyapti. Jonim Hangug에서 잘 지내요. Men Koreyada yaxshi yashayapman. Hammasi joyida deyapti. Koreyada yaxshi yuribman. 저는 지금 제 방에 있어요. Men hozir o'z xonamdaman deyapti. 제 방은 기숙사에 있어요. mening xonam yotoqxona ichida, yotoqxonada. Ya'ni uning xonasi yotoqxonada ekan. 제 방에는 침대하고 책상이 있어요. mening xonamda 침대 degani divan bilan cheksang, stol bor deyapti. 책상 위에는 어머니하고 아버지 사진이 있어요. Stol ustida ona va otamning rasmi bor. 저는 매일 그 사진을 봐요. Men har kuni u rasmlarni ko'raman deyapti. U rasmni ko'raman deyapti. 저는 언어교육원에서 한국어를 배워요. Men til o'rgatish markazida koreys tilini o'rganaman. 언어교육원 degani til o'rgatish markazi. Til o'rgatish markazida koreys tilini o'rganyapti ekan. 우리 반에는 일본 사람하고 중국 사람하고 미국 사람이 있어요. 반 degani bizning sinfimizda, bizning sinfimizda yaponiyalik, xitoylik va amerikalik inson bor deyapti. Ya'ni 3 ta davlatning insoni bor ekan. Yapon, Xitoy, amerikalik bor ekan. 오늘 저는 인사동에 가요. Men bugun 인사동에 보라만 deyapti. 인사동에서 우리 반 친구를 만나요. 반 친구 degani sinfdosh do'st. 반 degani sinf, bu yoqda ko'rib ketdi, sinf. 친구 deyapti. Sinfdosh do'st. Ya'ni sinfdosh do'stini 인사동da uchratar ekan. 그럼 안녕히 계세요. 사랑해요. Unda yaxshi qolinglar, yaxshi sevaman, yaxshi ko'raman deyapti, ota-onasiga yaxshi ko'rishini aytyapti. Bu yoqdagi so'zlar tarjimasini aytib ketaman. Omoni tepada yozdim. Aboji ona degani, chalchineyo degani sog' salomat yuribman degani, sog' salomat yurmoq. Yaxshi yurmoq. Ya'ni yaxshi yuribsanmi deb so'raydi-ku, chalchineyo. Yaxshi yuribsanmi, yaxshimisan, ishlaring joyidami degan. Ana shu holatda chalchineyo.
o'zbek tilida ham aytadi-ku, yaxshimisan, yaxshi yuribsanmi degan. Ana shu holatda koreys tilida ishlataman desangiz, chalchina yo'q. Yaxshi yuribsizmi? Lekin yosh kattalarga nisbatan buni ishlatish ozgina noto'g'ri bo'ladi va keyinchalik ko'rib ketamiz. Kesuksa degani yotoqxona. Sajin degani rasm degani. Mail degani har kuni. Har kuni. K degani u. Pan degani tepada ko'rdik, sinf. Sarangadi. U sevmoq. Yaxshi ko'rmoq. deb tarjima qilib ketsak bo'ladi. Mana bu qismlarini o'zlaring ishlasalaring ishlab ko'ringlar. Sigi qismi yozib praktika qilsalaring bo'ladi. Bu qismlarini nimaga tashlab ketyapmiz? Bu qismlarini chunki ikkinchi kitobimizda to'ldirib ketamiz. Shuni hisobiga uncha e'tibor bermayapmiz. Ba'zi bir qismlarini tashlab ketyapmiz. Mana bu qismlarning unchalik muhim joyi yo'q. Tashlab ketsak bo'ladi. Lekin o'zlaring uchun qilib ketsalaring foydali bo'ladi. So'zlarni tarjima qilib ketaman. Sojam degani kitob do'koni. Panchep degani novvoyxona. Vajanshir degani hojatxona. Bu qismlari ham unchalik muhim emas, lekin mana bu qismni ko'rib ketaylik. Rasm. Yoginin insadongeyo. Bu yer insadon. Insadon esa mo'yo. Insadonda nima qiladi? Insadonda nima harakatlar qilsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi uy joyda. Mana bu rasmlarda ko'rsatib ketgan. Charilmashoyo. Choy ichsa bo'ladi ekan insadonda. Hangugimshigil mogoyo. Koreyscha taomlarni yeydi. Kinonpumul sayo. Esdalik sovg'alarini kinonpum degani esdalik sovg'a. Esdalik sovg'alarini sotib oladi. Kirimil kuvayo. Rasmlarni tomosha qiladi deyapti. Ya'ni sizlar ham bitta mavzuni olib, misol uchun yoginin inangeyo. Bu yer bank. Inan esa mo'yo. Inangda bankda nima qiladi inson? Pul almashtirish mumkin yoki boshqa narsa qilish mumkin deb o'zlaring fantaziyalaringni kelib chiqib, o'sha holatdan o'zlaring bilganlaringcha aytsalaring, praktika qilsalaring bo'ladi. Bu yoqda bizga yangi so'z imsik ovqat kinopumilda aytib ketdim. Kinopum degani mana suvenir ham degani, suvenir o'sha esdalik sovg'alari. Suvenir deb ketyapti bu yoqda. Esdalik sovg'asi. Kirim degani rasm. Surat. Mana bu narsa bizda kirim bo'ladi. Qirq sakkiz. Tikkida mana parim
shakllantirish uchun, parimni shakllantirish uchun, talaffuzni rivojlantirish uchun mashqlar berib ketyapti bizga. Buni eshitib ko'rasizlar, talaffuzni qanaqa ketyapti. Uni eshitishdan oldin bu yoqda ko'rib ketaylik, bu yoqda ko'rsatib beray, keyin u yog'ini eshitib ko'rasizlar. Agar mana bu KG harfidan keyingi keladigan harf, undan keyin keladigan harf mana bu harflar bo'lsa, uni talaffuzi mana bu shaklga o'zgaradi. Mana shu holatda tushuntiryapti bizga. Misol uchun, misol beryapti, Yakkuk. Yakkukda mana bu G ikkilanyapti, ko'ryapsizlarmi? Shiktangda mana D ikkilanyapti. Pangda mana P ikkilanyapti. Haksangda S ikkilanyapti. Jangda mana J ikkilanyapti mana bu yoqda. Mana shu holatni aytib ketyapti. Bu faqat talaffuzda. Talaffuzda shunaqa o'zgarish yuzaga kelar ekan. Titkisini bir eshitib ko'ramiz, bo'lmasam. 49-titkini. 잘 듣고 따라해 보세요. 1. 학교에서 친구를 만나요. Bitta-bitta ko'rib ketaylik. Hakkuyeso 친구를 만나요. Hakkuyeso 친구를 만나요. Maktabda do'stimni uchrataman, deyapti. Talaffuzga ko'radigan bo'lsak, K ikkilanyapti bu. Ikkinchisini eshitamiz. 2. 스티브는 미국 사람이에요. Stipen'in mi국 사람이에요. Mana bu holatni ko'radigan bo'lsak, mana bu ko'rib ketishimiz kerak. Ko'rasizlarmi? Mana bu boshqa so'z. Bu saram boshqa so'z. Miguk boshqa so'z bu. Undan keyin kelyapti saram boshqa so'z. Tez aytganimizda gap qarshi tez gapiradi. Tez gapirganda mana bu G bilan mana bu S tutashib qoladi. Mana tutashgan holatda talaffuzi o'zgarib ketyapti. Talaffuz oldin ikkilanyapti. Demak, boshqa so'z bo'lgan taqdirda ham oxirgi mana bu harfdan keyin mana bu S, Sh, T keladigan bo'lsa, mana bu S ikkilanar ekan. Mana shuni hushyor bo'lib ketishimiz kerak shunga. 3. 지금 뭐 해요? 숙제해요? Chigim moyo, 숙제해요? Hozir nima qilyapsiz? Vazifa qilyapsizmi? 네, 숙제해요. Ne, 숙제해요. Mana bu J ikkilanyapti ikkalasida. Kutubxona qayerda joylashgan deb savol beryapti. Endi undan keyin javob qanday bo'lyapti? Eshitamiz. 학생 식당 옆에 있어요. 학생 식당 옆에 있어요, deyapti. Chekpanel 학생 식당 옆에 있어요. Mana kutubxona talabalar oshxonasini yonida joylashgan, deyapti. Mana shu holatda ko'rib ketsak bo'ladi. Endi bu yoqda o'zimizda test qilib ko'rishimiz kerak. Bu bo'limda nimalarni o'rgandik? So'zlarni qanaqa yodladik? Mana bu so'zlar yodladikmi? Mana bu grammatikalar yodladikmi? Mana bu holatda, mana bu misollarni ishlab ko'rishimiz kerak. Mana bu javoblari bo'ladi. Bu javoblariga qaramasdan turib ishlab ko'rasizlar o'zlaring. Undan keyin javoblarini tekshirib olsalaring bo'ladi. Undan keyin yangi so'zlar mana bu yoqda o'rgandik bularni va biz 5-bo'limga yetib keldik. Buni keyingi darsda ko'rib ketamiz, xudo xolasa.
네.